Har bir insonning qalbi o'zgacha olam va go'zalliklarga talpinadi. Inson dilining tub-tubida saqlayotgan his-tuyg'ularini, jo'shqin hissiyotlarini, muhabbatini, dardini, shodligiyu qayg'u hasratini, quvonch, sevgi izhori, qalb iztirobi, hayo ibosini, umuman barcha dil qa'ridan otilib, qaynab chiqadigan kechinmalarni san'atning go'zal turlaridan bo'lmish raqs orqali ifoda eta oladi. Raqs ana shunday sehrli kuchga ega, inson olamini o'zgacha usulda yoritib beruvchi, mo'jizaviy dunyoga yetaklovchi nafis san'at turidir. Assalomu alaykum. Raqsning sehrli olami ko'rsatuvining bugungi ishtirokchilari dunyo miqyosida tan olingan Qoraqalpog'istondagi Ayqulash ansamblining raqqos va raqqosalaridir. Ayqulash so'zi oyni quchoqlash ma'nosini anglatadi. Bu ansamblda yillar davomida ko'plab mahoratli, yutuq san'atkorlar, raqs ustalari faoliyat yuritishdi. Ansambl dasturidagi raqslarning qiziq voqeaviyligi, ta'sirchan ifodaviyligi, mazmunan mukammalligi barcha sahnalarda tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lib kelmoqda. 1965-yilda ansamblda yosh ijodkor, mohir raqqos Po'lat Madraimov bosh baletmeyster faoliyatida ish yurita boshladilar. Har bir san'atkorning o'z yo'nalishi, badiiy yondoshi bo'lgani kabi, uning har bir raqslarida o'zgacha uslub, ijodiy o'zgacha hislatlari mavjuddir. Gul yuzli raqsi.
Qoraqalpoq ommaviy xalq sayllari, to'y tomoshalari aks etgan bu raqsda yigit qizlarning bayramona kayfiyati tasvirlanadi. Bu raqsda oy yuzli, malohatli, latofatli, munis qizlarning husni bo'lg'unchaga qiyoslanadi. Hırkımı bahar yüzleri, gül gibi kıza gül yanlığı. Taşı joyday kirpigi var, eşerinin mültegi yok. Merekede ataklı şop, kurkumluğu gül yanlığı. Merekede ataklı şop, kurkumluğu yok gül yanlığı. Geleleydim felek ömrüm, sen hem yandın o men hem yandım. Sen hem yandın, yandım ben hem yandım. Yandım sen hem yandın. Gül gibi kıza gül yanlığı. Katarından artık tuğan, laşın aksın kar yanlığı. Geleleydim felek ömrüm, sen hem yandın o men hem yandım. Sen hem yandın, yandım ben hem yandım. Yandım sen hem yandın, yandım ben hem yandım. Şabanımız, at oynat kandalanımız. Şabanımız, lambasın şabanımız, şılgıman aman ol. Shashi bovli qiz, ya'ni sochi boylangan qiz raqsi. Uni 2004-yili Ayqulash ashula va raqs ansamblida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Po'lat Madraimov sahnalashtirdi. Musiqasi xalq kuyi asosida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Zaribboy Xolmurodov tomonidan sayqal berilib ijro etildi. Bu raqsda shodiyonaga yig'ilgan yigit qizlarning bayramona kayfiyati, quvonchlari, shodliklari jilvador harakatlar orqali aks ettiriladi. Qizlar o'zlarining milliy cholg'u asboblari qo'bizni chalishganda yoqimli ohang taraladi. Shuningdek, g'ururli yigitlarning mardligi, botirligi, jasurligi
keskin harakatlar orqali namoyon bo'ladi. Qizlarning sochlaridagi jamalaklarni namoyish qilishganda raqsga o'zgacha joziba, jilvakorlik baxsh etib, raqs mazmuni yanada ochib beriladi. Şaşağı to'lgan monchoqli, qipshoq belli keng quchoqli, qalshiqday buralgan, ko'rganlar aqlin olgan, qarshig'aday xiyollangan, erki beti guljangan, qarshig'aday xiyollangan, erki beti guljangan. Açolap, şahınına açolap, Ulu toyda baslasına atçı besin bayrakka. Ulu toyda baslasına atçı besin bayrakka. Appak yupka dudak, şaşmağları şaşaklı, şaşağı tolgan monçaklı, kıpşak belli uşaqlı, atın bulsan, bağarsan, şandı otqa şağarsan, atı olsan şigitlere sulu kızdı alarsan, atı olsan şigitlere sulu kızdı alarsan. Kalmasın, vay şumarım algaçap, güldür güldür kisnesin, soğukların tüslesin. Ay degende ağzı var, kun degende gözü var, toyga geldi altı kız, at götürmüş nazı var, baslanacak tamaşa, gelin tane toymasa. Shag'alay raqsi. Bu raqs dastlab Orol yigitlari deb atalgan. Uni 1974-yili o'z sohasining ustasi bo'lgan baletmeyster Po'lat Madraimov Ayqulash ashula va raqs ansambli uchun sahnalashtirdi. Raqs boshida sokin Orol dengizi bo'yida kuchga to'lib turgan yigitlar olisga tikilib, chaqalaylarning parvozlaridan ta'sirlanib turgan holatlarda aks etadilar. Jo'shqin davom etuvchi bu raqsda g'ayratga to'lib toshgan bahodir yigitlarning mardliklari, epchilliklari, shijoatlari keskin va sho'x harakatlar orqali namoyon bo'ladi.
Qoraqalpoq qizlari raqsi. Bu go'zal ommaviy raqs 2011-yili mohir baletmeyster Po'lat Madraimov tomonidan Ayqulash ansambli uchun sahnalashtirildi. Baletmeyster bu raqsda qoraqalpoq qizlarning go'zalligini, jozibasini, nozikligini, ularning ichki ruhiyatini, qalb holatini, xarakterini nafis harakatlar va ishoralar yordamida yoritib bergan. Raqqosalarning bashang liboslari, jilvador bezaklari, serjilo taqinchoqlari lobar qizlarning husniga yanada ko'rik bag'ishlaydi. Bu raqs ansambl dasturida o'ziga xos o'ringa egadir. Ko'zlarimning qara oshig'i, qoraqalpoq qizlar ey, qizlarning suluv sardari, qoraqalpoq qizlar ey. Laylim, 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 qoraqalpoq qizlar ey. Barsan ko'rdin jay berer, adibinin shay berer, zamoningga sa'y kelir, qoraqalpoq qizlar ey. Laylim, 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 qoraqalpoq qizlar ey. Ko'zime tushsa, ha, yüzüme tushsa, ayga mekzir kulesin ey, qoraqalpoq qizlar ey. Ayga mekzir kulesin ey, qoraqalpoq qizlar ey. Laylim, 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 qoraqalpoq qizlar ey. Laylim, 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 qoraqalpoq qizlar ey. Kızı jaz eter, jarasıqlı naz eter, ishqinda qumar paz eter, qoraqalpoq qizlar ey. Laylim, 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 qoraqalpoq qizlar ey. Barsan ko'rdin jay berer, adibinin shay berer, zamoningga sa'y kelir, qoraqalpoq qizlar ey. Laylim, 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 qoraqalpoq qizlar ey. Dasturxoni keng jaziqli, ha, qo'sig'ishi va aziqli, birikiga jarasiqli, qoraqalpoq qizlar ey. Birikiga jarasiqli, qoraqalpoq qizlar ey. Laylim, 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 qoraqalpoq qizlar ey. Laylim, 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 qoraqalpoq qizlar ey. Qoraqalpoq qizlar ey. Shoh jigitlar. Abdurayim Sultonovning Omongul qo'shig'iga yangicha sayqal berilgan bu musiqasiga O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Po'lat Madraimov hazilga boy voqeaviy raqs kompozitsiyasini sahnalashtirdi. 1970-yillarda asarning librettosini yozgan baletmeyster uzoq yillar davomida bu g'oya ustida ishlab, nihoyat 2011-yili ajoyib ijod namunasini dunyoga keltirdi. Bu raqsda lobar qizning e'tiborini qozonishga uringan, o'zligini namoyon qilishga harakat qilgan shoh yigitlar obrazi aks etgan. Tirishqoq, harakatchan yigitlarning bellashuvi raqs so'ngida mag'rur qizning qalbini zabt etish mushkulligini tan olish bilan nihoyasiga yetadi.